Xullas, eslab qolinglar, faqatgina mana bunday yog'och tarafidan sindirish mumkin. Aks holda qo'lingizni shilib, kesib, juda ham yomon ahvolga tushishingiz mumkin va mana bunday qo'ysangiz bo'lmaydi. Shuning uchun ham yonginasiga mana bunday kelib qo'yasizlar. Tushundingizmi? Hammasini tushundik. Yaxshi, ana endi barcha obunachilarga salom. Qolganlar mening ismim Derpman va yangi video bu do'stlar. Men hozir mana bu jitellarga sim to'siqni qanday ishlatishni tushuntiryapman. Do'stlar, xo'sh, jitel buni hozir ol, buni mexanikka berasan, tushundingmi? Nimaga? Shu sizlarga juda ham ko'p yasab beradi. Yo'q, biz shunchaki tushuntiramiz. U javnaqa tushunadigan yigit emas. Mana shuni berasan yasab beradi, xo'pmi? Xo'p, tushundim. Bo'pti, omad. Rahmat. Do'stlar, men ham ishlarim juda ham ko'p. Masalan, men hozir mana bu tomorqani yo'qotishim kerak. Ha, do'stlar, hozir ular u yerda ishlashadi, men esa bu yerda. Va tepada kamonchilar, arbaletchilar kutib turishadi. Bizni shunchaki nima desam ekan, qaysi ma'noda kutishadi? Shunchaki jitel kasallanganlar kelgan joyga kutib turishadi, keyin ishlashadi. Biz esa bu yerda ishlaymiz. Ular tepada, hammasi zo'r. Menda esa patronlar bor. Bo'ldi, topdim. Buni menga hammasini mexanikasi berdi. Drabovikim uchun o'zi qo'lda tayyorlagan patronlar. Umid qilamanki, bu safar hisobga olinadi o'qlar. Xo'sh, mana bu kartoshkalarni do'stlar juda ham yegim kelyapti, lekin afsuski bu kartoshkalar zaharlangan, yeb bo'lmaydi. Chunki suv zaharlangan. Bu kartoshkalar esa aynan shu suvdan oziqlanishadi. Shuning uchun ham hammasi mana shunday kasallangan do'stlar. Afsuski, aks holda juda ham yaxshi ko'raman do'stlar. Kartoshkani qovurilgan, qaynatilgan, ya'ni qaynatib pyure qilingan juda ham bu kartoshka mening hayotim mazmuni desa ham bo'ladi. Sabzini unchalik emas, lekin sabzi ham juda ham foydali. Xo'sh, do'stlar, endi meni kunim hozircha mana bunaqangi konservaga qolgan, baliqli, lekin shuni yeyishga majburman. Kelinglar, kartoshkalarni tashlab yuboramiz. Afsus, kasallanishgan jin ursin, qanchalik bularni xohlamayman do'stlar, qanchalik shu apokalipsis tugashini xohlayman. Aks holda kunim mana shu konserva balig'iga qolib ketgan do'stlar. Juda ham yomon ko'rib qoldim baliqni. Shu vaqt ichida mayli do'stlar, hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan umiddaman. Bizga Xudoning o'zi yordam beradi. Xo'sh, mana yer yaxshi. Menga hozircha kirka kerak emas, shuning uchun ham suvni mana bunday qilib yer bilan yopib tashlaymiz do'stlar. Buni shunchaki chelak bilan olib biror yoqqa to'kishga ham qo'rqadi odam, chunki u yerda bolalar o'ynashi mumkin yoki o'zim zararlanishim mumkin. Bu suv meni terimga, ya'ni qo'limga tegib. Shuning uchun yaxshi tegmagan ma'qul do'stlar, lekin ovqat muammosi juda ham hammamizni qiynayapti. Juda ham ko'p fermamizda kartoshkalar, sabzilar bor, lekin ular zararlangan do'stlar. Shuning uchun ham ularni iste'mol qila olmaymiz. Menda albatta bir fikr bor, bu ya'ni boshqa qishloqqa borib ulardan yordam so'rash, lekin bunaqangi vaziyatda, ya'ni apokalipsisda odamlar juda ham o'zgarib ketishadi. Hech kim yordam bermaydi. Shunchaki bitta nima desam ekan, jamoa bo'lishadi va jamoalarni sardorlari butun jamoani boshqaradi. Va o'sha sardori sizning do'stingiz bo'lmasa, u jamoadan hech qanday yaxshilik kutmasligingiz kerak. Men apokalipsislarda bo'lganman va nima haqida gapirayotganimni bilaman do'stlar. Do'stlar, hali ham biz qishloqdamiz. Agar shaharga borsak, jin ursin, u yerda nimalar bo'layotgan ekan, do'stlar, bilmadim. Yaxshamki o'shanda jitel mexanik mashinani chappa qilib yuborgan. Aks holda hozir balki u yerda o'lib ketgan bo'lardim. Bu yerda jitellar mensiz o'lib ketishardi. Lekin bilasizlarmi, balki biz aynan o'sha jamoaga qarshi chiqamiz. Ya'ni qo'shni qishloqqa borsak, u yerda ham albatta mer bo'ladi. U yerda ham qurollangan jitellar bo'ladi. Lekin menda drabovik bor, yana shifokorimiz bor. Undan tashqari yaqin orada chegaramiz ham bo'ladi. Agar jitellar nihoyat sim to'siqlarni o'rnatishsa, men ularga 3 kundan beri aytib yuribman. Undan tashqari kamonchilarimiz bor, arbaletchilarimiz bor. Bo'lmasa jitellarga shunchaki tosh ham berish mumkin. Ular juda ham yaxshi tosh otishadi. Do'stlar, agar hujum qilsak, menimcha biz albatta g'olib bo'lamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Qo'shni qishloqqa hujum qilaylikmi? Lekin men bilmayman, eng yaqin qishloq bizga qaysi? Biz o'rtadamiz, 13-qishloq, ya'ni 14 va 12-qishloqning o'rtasidamiz. Qaysiga hujum qilsak bo'ladi? Sizlar kommentariyada yozib qoldiringlar va men buni mexanik bilan va yana bir ikkita yaqin odamlarim bilan kelishib olamiz va hujumga o'tamiz. Sizlar albatta buni istasangiz qon to'kilishi mumkin. Sizlarga aytib qo'yay, axir ular qo'shni qishloqdagilar shunchaki o'zidan o'zi bizga ovqatlarni berib qo'yishmaydi.
Ha, ularni ovqatini tortib olsak yomon bo'ladi, lekin biz hammasini emas, birozginasini olib ketamiz. Xolos, ularga bir necha kunga yetib turadi yoki qoldirib ketmaymiz. Bu endi mening kayfiyatimga bog'liq. Va u yerdan masalan, ba'zi foydali ishchilarni olishimiz mumkin. Quruvchilar, mexanikka o'xshagan, qo'li gul ustalar masalan yoki yaxshi askarlar, ha, ularga shu yoki ularga shunchaki do'stlik taklif qilishimiz mumkin. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ikkita qishloq bir-biri bilan do'st bo'lib, ittifoqchi bo'lamiz va agar zombilar masalan, kasallanganlarni men hozir zombi deb aytyapman, chunki kasallanganlar deb cho'zib atash unchalik zo'r emas. Shuning uchun ham ana shu zombi kasallangan jitel mutantlar hujum qilishsa, bir-birimizga yordam berishimiz mumkin. Masalan, ular chegara o'zlarining chegarasiga yaqinlashsa, bizga aytishadi, biz yordamga boramiz. Biznikiga hujum qilishsa, ular yoki aynan o'sha 10-chi va 14-chi qishloqning o'rtasida juda ham katta daryo bor. Aynan ana shu daryodan biror maxluqlar o'tmoqchi bo'lishsa, bizga aytishadi, biz yordam beramiz yoki ular bizga. Boya aytgandek, bu juda ham yaxshi g'oya, ittifoqchilik g'oyasi, lekin yana kim biladi ularning niyati qanaqa? Aynan men niyatim unchalik ham yaxshi emas. Chunki o'zingiz bilasiz, men qanaqa bo'lib qolganimni oxirgi vaqtlarda biroz o'zgarishim kerak, lekin nima ham qilardim? Ha, agar men ularni ushlab turmasam bo'lmaydi. Masalan, qaysi qotilligimni sizlarga tushuntirib beray. Eng birinchi kuni men jitelga aytdim. Endi merman dedim, hatto qurolimni ham ko'rsatdim, lekin u nima dedi? "Ha, meni ota olasanmi, nima qila olasan?" dedi. Haqiqiy zo'r qahramonlar unday deyishmaydi. Ular kelishishga birinchi harakat qilishadi. A u esa shunchaki hammani ko'z o'ngida o'zini obro'sini oshirish uchun, "A, menga nima qila olasan?" deb bunaqangi odamlar bizga umuman kerak emas. Bunaqangi chala qahramonlar, shuning uchun ham undan birdaniga qutuldim. Yana undan tashqari menga salom bermagan jitel, nima desam ekan, boshqalar uning hurmatsizligidan o'rnak olishlari mumkin edi. Yana bir dona devor qolib ketibdi, mana bu yerga qo'yib qo'yaman. Undan tashqari pechkaga tiqqanim bir jitelni, u ham o'ziga yarasha yomonliklar qilgan edi. Xo'sh do'stlar, kelinglar buni bu yerga qoldiramiz, ya'ni kirka, bolta. Bu yerda esa bizda qurollar, jin ursin, shuncha patronlar. Yana buni qaranglar, beysbol tayoqchasi va yana bitta beysbol tayoqchasi. Buni qaranglar, bittasida 8 ta, bittasida 3 ta uroni. Nima uchun? Chunki bir donasi mana bunaqangi oddiy tayoq. Mana bunisi esa ko'rib turganingizdek, bu yerda mana bunaqangi tishlar bor va bu juda ham qattiq zarba beradi. Shuning uchun ham bunisida uron 8 ta. Bunisida esa bor yo'q 3 ta. Chunki bu juda ham oddiy, unchalik og'ritmaydi va bu yerda Billy Harrington ajoyib. Xo'sh, bularni kelinglar joy-joyiga qo'yamiz, kimga kerak bo'lsa olib ishlatadi. Xo'sh do'stlar, va menda granata bor. Killer granatani sizlarga yaxshilab ko'rsataman. Buni men o'z qo'llarim bilan tayyorlaganman. Ha, men unchalik qo'li-gul ustamasman mexanikdek, lekin ba'zi bir nimalarni yasay olaman. Ayniqsa portlaydigan narsalarni. Ha do'stlar, mana bunday otishimiz mumkin. Men buni shunchaki tashlayapman. Halo. Jin ursin, sekin. Yo'q do'stlar, xayolim qochib. Hammanglar do'stlar, bunaqasidan tayyorlab tashlayveraman, chunki bizda dinamit juda ham ko'p. Mana bu narsalarni topish esa oson. Mana bunday qilib dravlikni tashlagandek tashlamoqchi edim. Mana bunday qilib otib qo'ydim do'stlar. Biroz hayajonlandim. Mayli. Nima ham qilardik? Mana bunda 1 2 3. Ana shunday otmoqchi edim, lekin o'qizib qo'ydim. Kelar ratsiyanim yo'q, jin ursin, ratsiyani bekor otdim. Buzilib qolishi mumkin. Mana patronni otishimiz mumkin. Ajoyib. Mana bunday bilmadim nimaga bunday qilyapman, chunki avval har doim inventardan tashlardim, endi shunchaki otib yuboryapman. 2 dona patron qolibdi. Do'stlar, kelinglar, perezaryatka qilib olamiz. Yaxshi. Mana bunday. Ajoyib, sintovsini qaranglar, men o'z qo'lim bilan yasaganman. Endi esa do'stlar biroz dam olaman, keyin esa ko'rishamiz. Ha, hozir tepaga do'stlar buni qaranglar, tepadagi kravatdan birdan oyoqqa yiqilib tushdim. O'zimga kelishim kerak. Yaxshi bo'ldi, uyqum qochdi. Billy Harrington. Do'stlar, hamma narsa joyidami? Ha, hammasi joyida. Xalaq bermasin deb olib qo'ygan edim granata va yaxshi. Stop bu yerda. Topshirig'imni bajardinglarmi? Mer. Zo'r qilibsizlar-ku. Jin. Kamonchilar ham turishibdi. Ajoyib do'stlar, buni qaranglar. Jitlar rosadan chegara qurishibdi. Simtusklarni qaranglar. Bu yerdan birorta ham kasallangan zombi mutant jitlar o'ta olmaydi. Ajoyib. Bu darvozani-chi? Qayerda ko'rgansizlar bunaqa katta darvozani?
Buni qanday ochay? Ha, mayli. 1 2 3. Ochildi. Kattaligini bu yerga bemalol mashinalar ham kirib chiqa oladi. Unchalik kattalari emas, lekin bizga bo'ladiganlari kirib chiqadi. Ajoyib do'stlar, yaxshi. Buni qaranglar. Endi biz eng xavfsiz qishloqdamiz. Chegara bilan o'ralgan sim to'siqlar, bu yerda qizil mana bunaqangi fakellar. Do'stlar, bu qizil fakellar jitil mutant zombi kasallanganlarni chalg'itishadi. Stop. Orqa eshik nimaga ochilmayapti, a? Qulflangan. Bo'ldi, tushundim. Do'stlar, hozir birortani otaman deb o'ylagandim, lekin do'stlar, bu yerda meni uyim ham bor. Bilasizlarmi? Uyimni ham biror narsaga aylantirish mumkin, lekin bu bilan hozircha shug'ullanmaymiz. Zo'r do'stlar, umuman gap bo'lishi mumkin emas. Chegaramiz zo'r. Menga juda ham yoqyapti. Bundan tashqari, bu yerga ichkariga yana nima quraylik do'stlar? Kommentariyada yozib qolishinglar mumkin. Keling, lekin bugun hech kimni negadir o'ldirmadim. Shuning uchun ham kelinglar, hozir aybdorni topamiz. Xo'sh, Jitel, menga yoqmayapsan. Nima? Mir, mengami? Nima uchun? Mir, mana. Bo'ldi. Minus bitta Jitel. Xo'sh, bilasizlarmi? Menda ikkita granata bor edi, lekin bir donagina qoldi. Kelinglar, o'sha bir dona granatani Jitellarda ishlatib ko'ramiz. Xo'sh, kelinglar, kamonchilarga otamiz. Ular aynan quduq tepasida tegadimi? Tosh kelinib qoldi. Ajoyib. 1 2 3. Ana, portladi. Uzr yigitlar. Do'stlar, bu shunchaki hazil. Men agar birortani o'ldirsam, ularni birinchi qishlog'imiz ro'yxatidan chiqaraman. Shunda ular bizni ana shu qishlog'imizda tirila olishmaydi. Bu yigitlarni esa men qishlog'imizdan chiqarmaganman. Shuning uchun ham hozir tirilishadi. Ungacha esa xayr, sizlar bilan men vahshiy maniak hazilkash der bo'ldim.